Assalomu alaykum. Ikkinchi videoda endi biz qattiqlik, jo'stkislik rebrolari bilan birgalikda ko'ramiz. Ya'ni boyagi deformatsiyalanishni oldini olish, deformatsiyali egilib ketish panelini egilib ketishini oldini olish uchun qo'yilgan shvellerlar va listlar bilan birgalikda ustini qanaqa yo'qotishini ko'rib chiqamiz. Panel tayyor, chizib olingan. Shvellerlar kasinkalar orqali mahkamlangan. Ular bir-biriga svarka orqali payvandlanadi. Xuddi shunaqa model analiz qilaman yana. Demak, model bo'limini yana ochib olaman. Mesh yana kichikroq qilib olaman. Ya'ni umumiy yuzani umumiy hammasini tanlab olishim kerak. Yana 50 millimetrdan mana. Agar bundan ham kichikroq qiladigan bo'lsam, bizda ortiqcha muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun kichiklashtirmayman ortiqcha. Mana shu mesh bizga yetarli. Kontakt masalasiga keladigan bo'lsak, har bitta kasinka, shvellerlar bir-biriga kontakt orqali mahkamlangan. Kontakt bonded deganmayman, o'zgartirmayman, chunki bonded bu svarka yordamida payvandlash. Svarka yordamida mahkamlangani uchun kontaktni o'zgartirmayman hech qanaqa. Qotirib olaman pastki qismlarini. O'tgan darsdagi bilan bir xil qilib. Hamma tarafni birga belgilab oldik. Fixed mahkamlab oldim. O'zini xususiy og'irligini qo'yaman. Bu yana o'sha X o'qi bo'yicha pastga yo'nalgan. Endi hisoblashga bersam bo'ladi. Hisoblash jarayoni boshlandi. Model analizda muammo bo'ldi. Qayerdadir geometriyamizda kichik muammo bor, xatolik. Xatolikni topish kerak. Yana bir yo'li bor bizda. Umumiy hamma detalimni birlashtirib olaman. Yaxlit bitta jism qilib. Bizda hozir qaysidir detallar bir-biriga mahkamlanmagan bo'lishi mumkin, bir-biriga tutashmagan. Shuni hisobiga hozir bizda muammo keltirib chiqaryapti. Hamma detallarini birlashtirib oldik. Endi tekshirib ko'ramiz. Hamma detallarimiz birlashtirildi. Model bo'limini obnovit qilib olaman.
5. Yana qaytadan 5 olaman. Yaxlit bitta jism qo'ydik, belgilab hammasini. Fixed supports. Yuzani qaytadan yana belgilab chiqishimga to'g'ri keladi. O'zgartirish kiritganimiz uchun. Bunda yuzlarni belgilab oldim. Geometriyada muammo ko'rsatyapti mana. So'roq belgisi turibdi mana geometriyada. Ya'ni geometriyada materialni tanlashimiz kerak endi. Geometriyani obnovet qilgandan keyin. Oddiy pulat bizning listimiz pulat list. Endi hisoblashga bersam bo'ladi. Keragi yo'q buni. Demak, statik structuraldan bizga kerak umumiy deformatsiya. Demak, listlarimiz shivellerga tegmagani uchun biz shunaqa deformatsiyani ko'rsatyapti taxminan. Ya'ni geometriyada bu muammo geometriyadan muammo, chunki birlashmagan bo'lishi mumkin list. Demak, mana ochiq joy qolgan, o'shani hisobiga faqat o'sha joydan deformatsiyalarni ko'rsatyapti bizda. Aslida bu shivellerga mahkamlanadi, bu shivellerga tegib turishi kerak mahkamlanib. Lekin asosiy konstruksiyamizda o'zida ancha mustahkamlik hosil qildik. Chunki endi listimiz oldingi hech qanaqa qattiqlik, jo'skislik rebrlarisiz listning o'zi deformatsiyalanayotganda, endi listning o'zi ancha mustahkam. Hech qanaqa ortiqcha deformatsiya yo'q. Buni model analizida ham ko'rsa bo'ladi. Demak, model analizdan deformatsiyalarni ochib olaman. Mana. Birinchi deformatsiyam 2 mm model analizda. Mana bu sohada bo'lishi mumkin ekan endi, chunki bu yerda hech qanaqa qattiqlik koeffitsiyenti yo'q. Ya'ni qattiqlik jo'skis rebrosi yo'q. Chunki bu o'rtada kallikda o'tirgan hisobiga jo'skis rebro qo'yilmagan. Shuni hisobiga ochiq qolgan bu yo'q. Endi o'sha ochiq qolgan joyda mana deformatsiya bo'lyapti. Asosiy qolgan joylarida hech qanaqa deformatsiya yo'q. Mana bu yerda ham deformatsiyani ko'rsatyapti bizga. Shunaqa deformatsiyalanish mumkin deb. Mana endi bizni konstruksiyamiz oldingiga nisbatan ancha mustahkamroq bo'ldi. List mana shunaqa ko'rinishda egilishi mumkin ekan taxminan. Oxirgi chastotani ko'rinishidan mana. Demak, umumiy natija ancha yaxshiroq bo'ldi oldingiga nisbatan. Bu qattiqlik, jo'skislik rebrolar qo'yilgan evaziga mana bu qattiqlik rebrolari bizga kerak ekan, chunki bular o'sha konstruksiyamizni mustahkamligini ta'minlab turadi.